Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir Optim narxlarda detski mashinalarni, velosiped, kolyaskalarni sotadigan do'konga kelganmiz. Bu haqda to'liq ma'lumotni do'konga kirib sotuvchi akamizdan batafsil olamiz. Ketdik. Ana do'konimiz ichiga kirdik. Bu mashinalarni qaranglar. Aka, mana gelikimiz necha puldan boshlanadi, necha pulgacha bo'ladi narxlari aka? Bularni eng arzoni bizda hozir 8 ming so'mdan boshlanadi. Hozir 8 minglik mashinalarimiz hozir qolmadi. 2 kunda keladi. Xudo xolasa bularimiz 1 millionligi gelikimiz. Bu geligimiz qizil 1 millionligimiz. Eng kichkina modelimiz. Bunisi 1 million 100 ming so'mligi. Buni ana kraskalari, nimalari quyoshda qolsa bular hammasi original narsa bo'ladi. Ustlari avtokraskali. Kichkina modellarimiz 2 ta motorli 1 million 300 ming so'mliklarimiz bor aka. Bular 4 ta motorlilar. Katta kichikligida farqi bor. Motorlariga qarab. Ha, motorlariga qarab. Bu BMW'imiz necha pulindagi? Bu BMW'imiz 3 millionlik BMW, original bo'ladi, drift qiladi, monitorlari bor. Litsenziyali mashina deyiladi bularni. Monitorlari bor. Yonishin ovozini qaranglar. The car has started. Please fasten your seat Ana belts. do'konimiz. Bundan tashqari mana ma'qul. Ana tevadagi mashinachalarimiz-chi aka, u Tevadagi alkinotli mashinalarimiz 280 ming so'm, 300 ming so'm, 400 ming so'm shunaqa bo'ladi. O'zi holatiga qarab. Holatiga qarab. Zontiylarimiz 400 ming so'mdan bo'ladi. Ferrari-chi aka? Ferrari'imiz 1 million 200 ming so'm. Polisat? Polisatlar 1 million 400 ming so'mdan chegirmadagi mashinalar bular. Bular chegirmada. Ramazonchi chegirma qilib berasiz. Ramazonchi chegirmada. Sizlar Optim narxda, Optim narxda ham beraveramiz. Optim narxda boshqacha bo'ladi. Kelishamiz ularni. Optim ham beramiz. Misol do'koni borlar, sotmoqchi bo'lganlar, kelmoqchi bo'lsa, istalgancha tovarni qilib beraverasiz. Qilib beramiz. Birinchi qo'lsiz. Original. Xudo xolasa hammasi bor, yetkazib beramiz tovarlar. Mana ba'da mashinaning kattalar bor ekan. Bu kattalarini narxi necha pul ekan? Bu Mercedes yangisi keldi. Kattalarimiz, katta geliklarimiz bor 4 million so'mdan. Bular necha voltli? 24 voltligi ham bor, 12ligi ham bor. 12ligi arzonroq chiqadi. 3,5 million 12lik bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Dastavkasini kelishamiz. Dastavkasi kelishiladi. Dastavkasini kelishamiz. Mashina narxidan tashqari. Uni kelishamiz. Dastavkalarimiz bor. Ferrari'ning narxi necha pul ekan? Ferrari'lar 3 million. 3 million. Bu 2 kishilik ekan. 2 kishilik. Aka-uka bo'lsa, olib bersa bemalol ichida yuraveradi. Sizdinalari ham отдельно bo'ladi. Aka, mana u tevadaglar yangi kelganga o'xshayapti. Bularimiz ko'rilmadi bunaqasi. Bular 2 milliondan kelishtirib beradigan joyi bor ozgina. Qolganlari bor. Bularimiz chegirmada 1 million 600 ming so'mdan qilib beramiz bularni. 1 million 600 ming so'mdan. Buni kraska bo'lgan, bo'lmagani bo'ladi deyishadi. O'shani farqi qaysi, nimasida aka? Mana bularimiz, mana bularimiz hozir bu yerda bez kraskaligi mana pastdan ko'rsating mana. Bez kraskaligi bunaqa bo'ladi mana. Jetower. Jetowerlarimiz bular bez kraskaligi. Mana yonida turganlar, bular hammasi kraskaliklar. Tevadagilar hammasi va kraskaliklar. Mana oqlarimiz bular bez kraska bo'ladi. Plasmasdan o'zi. Plasmasdan o'zi, zavodskoy plasmasdan o'zi bular. Bular kraskaliklar hammasi. Shuning ustida farq bo'ladi. Bular endi necha kilogacha bolani ko'taradi aka? Bularimiz eng ozi 35 kilodan boshlanadi. Pastdagilarimiz 100 kilogacha ko'taraveradi. Mo'lar ham 100 kilogacha ko'tariladi. Bunisi 60 kilogacha ko'taradi. Bu kichkinasi. Bu 2 millionligi. 2 million. Shuni mana 100 kiloligi bu yoqda. Mana bunisi 100 kilogacha oladi. Bulari 3,5 million. Mana bu 70 kilo, 80 kilogacha ko'taradi deyishdi akalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Hali ko'taradi deb turib, ko'tarmaydi deb hali ko'rsatib beryapmiz. Mana bemalol o'tirsak ham bo'laveradi. Men 75 kiloman. Bemalol ko'taryapman. Hali gapirib berganimiz yo'q. Qaysi biri 2 million? Lo'lkaligi 2 millionligi mana. Lo'lkali mototsikl, ustlari avtokraskali, o'sha kattasi anaqalargacha bor bo'ladi, ratsiyalargacha bo'ladi. Rezinaviy balon, 2 ta motor, katta motor bo'ladi bular. 2 milliondan bular. Bunisi sanadi. Bular 24 voltli bo'ladi. Bular tezligi tezroq, 3 milliondan bular. Bunisi 2 million 300 ming so'mligi. 2 million 300 ming. Tevada kolyaska joyga. Vela kolyaskalarimiz eng arzon 400 ming so'mdan boshlanadi.
Bular 430 ming so'm, 550 ming, 650 ming, 850 ming ashuna bo'lib ko'tarilib ketaveradi. Hammasiga qarab Ha. ketdi. Tashqarida velosipedlar ham bor. Tashqarida oddiy velosipedlarimiz bor. Mana 2 kishiliklari nechi bilan aka buni? 2 kishilik velosipedlarimiz bor. Bularimiz 350 ming so'mdan. Mhm. Rasvedkalari bor. Bularni ham dastavkasi bor, kelishib Dastavka qilib beraveramiz bularni ham. Kelishib. Mana ko'rishlaring mumkin. Bad manzil qat aka? Manzilimiz Namangan viloyati. Namangan viloyati 3 yo'li 3 yo'li mana. Chorsudan kelaverish, Saxrli больницаdan o'tgandan keyin Sho'ro zapravkaga yetmasdan, Sho'ro degan yo'l. Sho'ro zapravkaga yetmasdan. Bundan tashqari bolachalar kolyaskalarni ham ko'rib. Bolachalarning kolyaskalari hamma yog'i bor. Eski narsa hammasi bor. Anaqa zanjirli vellik so'raganlarga bunaqa zanjirli velliklarimiz ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Bulardan ham ikkita o'rindiqlilari ham bor. Ikkita o'rindiqli. Rasvetkalari qiz bolaga, o'g'il bolaga boshqacha ranglar deysa, unaqalari ham bor rasvetkalari. Mana undan tashqari do'stlar, mana ichkarida ham skillatlarini ichak bemalol cheklanmagan miqdorda bor ekan akalar. Zakaz qilsalaring dastavkalari bor. Undan tashqari buni zapchaslari buzilishi mumkin-ku bu mashinalarga. O'shani zapchaslari ham o'zlaringda bormi, yo'qmi? Zapchaslar ham hamma yoq bor. Servis xizmatlari ham o'zimiz qo'limizda. Servislari ham bor. Servis xizmatlari ham bor. Mana bu yerda detskiy kolyaskacha. Aka bular nechi puldan boshlanadi? Kolyaskalarimiz eng arzoni 350 ming so'mdan boshlanadi. 350 1,5 milliongacha bor. 1,5 million so'mgacha chiqadi oxirgi narxlari. Mana ko'rishlaring mumkin. Hop. Hasan Husanlarga ham bor ekan-da aka. Zalaga ham bor. 1 million so'mdan ishlar. Bular 1 million so'm. Ha. Hasan Husan Fatma Zuralarni niyat qilganlar mana. Rasvetkalari ham bor ularni. Buni har xil svetlari bor ekan. O'g'il bolalarga, qiz bolalarga qaysidan istalang bor ekan. Hasan Husanlarniki ham 750 ming so'mdan boshlanadi. Ikkitaliklari 750 ming so'mdan boshlanadi. Bitta ko'rishlaring mumkin. Bag'da mana hadonkalar bor ekan. Bu hadonkalarimizni narxi nechi pul aka? Hadonkalarimiz shularimiz 250 ming so'mdan. 250 ming so'mdan har xil turdagi kolyaskalar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, video yoqdi deb kommentariyaga yozib ketsalar, bunday videolardan yana ko'p chiqaramiz, xudo xolasa.